Assalomu alaykum barchangizga. Men ismim Medet, yoshim 29da. Bizda biznes производство burushetka Chimkent, Taraz, Olmata uchta shaharda. Menda ustozning individual shogirdim bittasiman. Dars olayotganimizda mana Xudoga shukr 6 oy vaqt bo'ldi. 6 oy vaqtning ichida o'zgarish yana Xudoga shukr juda kuchli o'zgarishlar bo'ldi. Былтыр Chimkentda misol uchun 600 kvadrat chiqarib yurgan bo'lsa, hozir 1200 kvadrat, bundan tashqari yana olib sotishni ham boshqarishni biz o'rganib oldikda. Misol uchun 30-40 ming dollar topadigan bo'lsak, yana Xudo xolasa mana 70 ming dollarga ham chiqib oldik. Buni aytadi ustoz. Bizda men darsga borgan tushungan biznesda emotsiya bilan boshqarishga bo'lmaydi, sifra bilan. Har bir oy misol uchun har bir xodim sifra bilan kelish kerakda. Marketing bo'lsin, sotuv bo'lsin. Biz ertaga oyning 10 kuni sen yaxshisan, yaxshi ishlading degan narsa bilan qabul qilmaymiz. Hammasi sifra bilan. 10 tami, 100 tami, 1000 tami degan narsa bilan qabul qilamiz. Ustoz yonida yurib shunaqa sifra bilan biznesni boshqarishni o'rgandik. Bu yerda yurib, bilim olib, menejmentni boshqarishni o'rgandik. Hozir Xudoga shukr, o'sha ko'chada ham spokойно biznesga o'xshab yurib, ustozga katta rahmat siz. Boringizga shukr, xursand bo'ldik. Rahmat.